Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar, hurmatli tadbirkorlar. Biz hozir Termiz Toshkent yo'lidamiz. Mana hozir Termiz Toshkent yo'lidan kelishingizda yangi yoqilg'i quyish shoxobchasi ochilgan. Ya'ni Ris Oil degan. Bu avtozapravkani dizel yonilg'isi, benzin, barcha mahsuloti to'g'ridan to'g'ri Rossiya Federatsiyasidan olib kelinadi. Va mana shuning uchun mana juda yoqilg'iga injiq bo'lgan Mercedes rusumli transport vositam bor. Shunga mana hozir Qarshi shahridan yoqilg'i quyish uchun keldim. Sababi ko'pchilik biladi, Mercedes dizel yonilg'isini juda tanlaydigan tegach. Euro 6 rusumli Mercedes rusumli mana shu transport vositalari uncha dizel yonilg'isini xush ko'rmaydi. Shuning uchun mana shu yerga keldik. O'sha Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqilgan dizel yonilg'isini hozir biz mashinamizga zapravka qilamiz. Bu zapravka mana G'uzor, bu tomoni G'uzor shahri. Mana bu xalqaro yo'l. Mana shu xalqaro yo'lning ustida joylashgan metan zapravkani oldida. Endi bu hozircha bilasizlar, zamonaviy tizimdagi yoqilg'i zapravkasi mana hozir kichraytirilgan, bilasizlar, o'sha nimalari ham endi kelgusida baribir kattalashtirilsa kerak. Mana bu yerda mashina qayilib oladigan joy bor. Bemalol bu tomondan keladigan transport vositalari ham, bu tomondan keladigan transport vositalari ham bemalol kirib transport vositasini zapravka qilib chiqib ketish imkoniyatiga ega. Narxlar dizel yonilg'ilari haqiqiy mana shu Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan dizel yonilg'ilarining narxi 11.200 dan narxi. Mana har bir litri yozib qo'yilibdi. Benzin yoqilg'isi 11.000, 12.700 dan. Mana hozir biz Mercedes rusumli Euro 6 tizimdagi tegashni mana shu yerdan zapravka qilamiz. Hurmatli do'stlar, mana shu Mercedes rusumli Euro 6 tizimdagi transport vositasiga mana shu G'uzor shahrini yonbosh aylanma yo'li bor, Termiz Toshkent yo'nalishi. Mana shu yerdan hozir ana shu transport vositasiga men Ris Oil zapravkasidan yoqilg'i quyaman. Yoqilg'ining narxi mana yozib qo'yibdi 11.200 dan. Endi bu mashinaga duch kelgan dizel yonilg'isini solib bo'lmaydi. Shuning uchun mana 50 kilometrdan kelib mana G'uzordan zapravka qilib ketyapman. Bahrom bek qopga. Kamerani qo'sh. Mana yoqilg'ini rangiga qarashingiz mumkin. Haqiqiy Rossiyani dizel yonilg'isi. Unga ham qarang. Mana hozir biz mana shu Mercedes rusumli buni AdBlus ham ishlaydi. O'sha AdBlus ishlagani uchun mana shunday toza yoqilg'i solishga biz majburmiz. Aksi holda agar boshqa yoqilg'i soladigan bo'lsa, birdan injiqligini boshlaydi. Ushbu mana hozir zamonaviy usulda bilasizlar, mana shunaqa yoqilg'i quyish shoxobchalari hamma joyda qurilyapti. Ya'ni kompakt deydi. Endi kelgusida bu yer hali kengaytiriladi. Lekin hozir bemalol siz o'zingizni transport vositangiz bilan kelib, mana benzin ham bor, dizel yonilg'isi ham bor. Bemalol
mashinani zapravka qilib ketaverasiz. Endi mana shu firmani logotipi, kompaniyani, ya'ni Rice Oil, mana Qarshi shahrida ham buni shoxobchalari qurilyapti, yaqin kunlarda ishga tushadi, lekin birinchi bo'lib mana G'uzor tumanida bular uje keltirib qo'ygan. Mobil deydim endi buni, yo bir qandaydir yangicha innovatsion yoqilg'i quyish shoxobchasi mana uje bemalol ishlayapti. Shuning uchun mana shuncha yo'ldanman ovora bo'lsam ham keldim. Sababi hozir bilasizlar, uncha joyda toza yoqilg'i topish qiyin. Hurmatli hamkasblar, mana kim Termizga qatnasa, kimdir Afg'on qatnaydi, kimdir nimaga qatnaydi, bemalol kelib mana shu yerdan yoqilg'i qo'yib ketishingiz mumkin. Уважаемые коллеги, вот кто ездит по дороге Термез-Ташкент, Термез-Бухара, Бейнеу, вот здесь уже настоящее дизельное топливо, которое производится в Российской Федерации. Именно все вот это топливо доставляется прямо из Российской Федерации. Так что смело можете заправлять свой транспортное средство прямо в Гузарском районе. Это объездная дорога. Не только объездная, но международная трасса тут. Вот скоро здесь будет открываться большой чайхана. Если не ошибаюсь, это прославленный есть, кто делает тандыр-go'sht. Guzar, это yo'lchi og'a. Говорят, что это чайхана, его чайхана. Lekin yaxshi ish bo'libdi. Ayniqsa shu bizning hududlarda toza dizel yoqilg'isi yo'q edi. Aynan mana operator ukamiz beraka. Mana operator ukamizni ismi nima uka? Mahmudjon. Mana shu dizel yoqilg'isi to'g'ridan-to'g'ri Rossiya Federatsiyasidan olib kelgan. Rossiyadan to'g'ridan-to'g'ri. Benzinchi? Benzin ham hammasi. Benzin ham hammasi Rossiyaniki, ha? 95 toza rossiyskiy. Mana hurmatli do'stlar, agar sizda inomarka yengil mashinangiz bo'lsa ham, mana shu yerda aniq Rossiya benzini bor, Rossiya Federatsiyasi ishlab chiqarilgan. Bemalol kelib yoqilg'i quyib ketaverishingiz mumkin. Men endi o'zi asli Toshkentga borib zapravka qilaman deb o'tirgan edim. Yo, yaxshi bo'ldi, kecha xabarni eshitib qoldim. Mana G'uzorda ochilibdi deyishgandan keyin shartta G'uzorga qarab haydadim. Hozir lokatsiyasini ham tashlab qo'yaman. Qayerda joylashganligini, mana yoqilg'ining sifatini ko'ryapsiz. Hozir mana bakni ham tindirib ko'ramiz. Keyin mana baklashkada solingani bormi? Obrazis. Bu benzin i92 ko'ryapsizmi? Benzin yoqilg'isi. Mana bu dizel yoqilg'isi, hurmatli do'stlar. Qanday? Namuna dizel yoqilg'isi Euro K5 topshiruvchi mana Risoil terminal MCJ. Ko'ryapsizmi? Mana blombalangan, hammasi mana blomba nomerini ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hech qanaqa nima yo'q. 95. Bu 95 benzin, ha? Mana bu 95. AI95 K5. Mana namuna benzin Risoil terminal MCJ 13/11/2025. Mana Risoil. Risoil deymiz endi. Talaffuzlar endi men buni o'zida o'qiyapman Risoil deb. Endi Risoil desak ham bo'ladi. Shuning uchun endi lotinchani tushunganimcha o'qiyapman. Xullas, hurmatli hamkasblar, hurmatli mana shu yo'nalishdan qatnovchi barcha xorijiy tashuvchilar. Mana bu yerda bemalol Euro 6 rusumdagi transport vositalariga dizel yoqilg'isini quyishingiz mumkin. Kimda
Masalan, o'ta qimmatbaho bo'lgan inovarka yengil mashinalar bo'lsa ham bu yerda benzin yoqilg'isini qo'yishingiz mumkin. Уважаемые коллеги, вот кто ездит в Афганистан, кто ездит в Таджикистан, всем, вот кому нужно будет, когда попутно, когда будет проезжать дизельное топливо, можете здесь заправлять вот качественным дизельным топливом. Эта заправка находится в Гузарском районе, прямо трассы, международная трасса Термез, Ташкент.